Onajon, agar yo'q demasangiz, ozgina kasalligingiz bo'yicha gapirib bersangiz. Mana u tush sohamda hozir 64 millimetrlik o'simta bor. Shu 8-kuni o'zimni qo'yarga joy topolmayman, bular ham kirib ketolmaydi. Azonga borib 3 ta limfa tushdi ichimda. Azonda yana turib ustalarga nima qilaysam, endi 2,5 litr qon ketdi pishivodda. Mana men 72 yoshda bo'lishimga qaramasdan metastazlarim ko'p, 6 ta 7 ta joyga metastaz bergan. Shu kasallik bilan kurashyapman. Mana yana bitta Halilani yaxshi tomoni, boshimda mana shunday soch bo'lmagan. Shu sochlar chiqdi. Ertasiga yana holatim yaxshilandi. Ovqat so'radim, lekin ovqatni yeyolmayapman. Tuzalishga kelyapman. Demakki, Halila mahsuloti juda yaxshi mahsulot ekan.